Ketdim Xudo xolasa. Demak, azizlar, qaranglar, hammalar so'rayverasizlar-da, men sizlarga yana bitta ayting. Extra virgin yashil shisha idishda o'ziga yaqin joydagi joylashgan oziq-ovqat do'konlarida sotadi. Italyanskiy, ispanskiysi eng zo'rlaridan hisoblanadi. Bugungi mavzuyimiz o't pufayda muammosi borlar. Bo'lib ham o'ti quyuqlashgan, o'tida tuzi, shu qumi bori, o't suyuqlik quyuqlashib qolgan va o't pufagida unchalik katta bo'lmagan toshi borlarga va o'sha noto'g'ri ovqatlanish va hokazo sababidan poliplar paydo bo'lgan bo'lsa, o'shanga yechim o'laroq tavsiya. Demak, qiladigan ishinglar har kuni ertalab och qoringa mana shu zaytun yog'imizidan bitta piyolaga 2 qoshiqni solasizlar, osh qoshiqda chuqurroq qoshiq bo'laversin va limonni o'rtasidan kesib turib, o'sha bir yog'ini o'zi yetadi bizga. Siqib turib 2 qoshiq limon suvidan solasizlar, aralashtirib och qoringa ichib olasizlar. Bu jarayonni 30 kun, 60 kun, 90 kun, kerak bo'lsa 120 kungacha, ya'ni 4 oygacha davom ettirsanglar bo'laveradi, to toshlarimiz chiqib ketgungacha. Savol tug'iladi, tiqilib qolmaydimi? Yo'q, tiqilib qolmaydi, chunki bu usul toshni maydalamaydi, iritadi, yemiradi. O'shani hisobiga bu narsa sekin chiqadi. Agar sizda toshi ham har xili bor, irimaydigan, boshqacha tur bo'ladigan bo'lsa toshni, uni ham chiqarib olishga Xudo xolasa kuchi yetadigan usulimiz bor, tabiiy usul. Uni keyingi ko'rsatuvlarni taqdim qilaman. Bugun sizlarga aytadiganim, do'stlar, shu foydalaninglar. Shu bilan birgalikda kaminani 4 yillik olma sirkalariga, yantoq giyohlariga, mergan yoshlik dorilarimizga %100% tabiiy, kelgan o'pka tozalash, ekologiya hozir o'zgarib ketdi, buzilib ketdi. O'pka tozalashga qora sedana bilan asalli, toza asal aralashtirilgani mahsulotlarimga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Azizlar, Muhammad Nodirni kuzatishni davom ettinglar. Tez kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, keyin yo'qotib qo'yishinglar mumkin.